Balkoniya kompaniyasining Sankt-Peterburg-Toshkent, Moskva-Toshkent yo'nalishlarida avtobus yoki sprinterda yo'lovchi tashish xizmatini taklif etamiz. Reyslar vaqtini ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Xitoyda marhum ayolning jasadini kelajakda tiriltirish uchun muzlatib qo'yishdi. Xitoyning Shandun Enfen biologiya injener kompaniyasi mutaxassislari birinchi marotaba odamni kriokamerada muzlatib qo'ydi. Uni uzoq kelajakda qachondir hayotga qaytarishmoqchi deb yozadi nauka.tv.ru nashri. Chejan Venlian ismli ayol 49 yoshida o'pka saratonidan vafot etdi. Chejan va uning turmush o'rtog'i Guy Suzyumin istagiga muvofiq kompaniya mutaxassislari ayolning jasadini muzlatib qo'ydi. Qachondir tibbiy texnologiyalar taraqqiyoti Chejanni hayotga qaytarish imkoniyatini beradi. Bu ilmiy fantastik film syujeti emas, balki reallikdir deb xabar qiladi Senhua. Tanani kriogin muzlatish bo'yicha operatsiya xitoylik va amerikalik ekspertlar ishtirokida 2 kundan ortiqroq davom etdi deb yozadi. Ayolning jasadi 10-maydan buyon 2000 litr hajmli suyuq azotli konteynerda 195 darajali haroratda saqlanmoqda.